Leksiyemizin devamı hürmetli vatandaş. Bugün çizlağı 2021 yıl 2. ayının 28. günü. Yukarı leksiyenin devamı mındak. 1. ayının 27. günü düştün kiyen Yengala Amerika'da vazife giyen devlet işler katip lakıqa tayinlengen devlet işler katibi Antony Blinken Devlet Mahkemesi'de tüncü kıtem ahbarat ilan kılış yığını ötküzü. Yani bir kıtem mında körsetti. Men yanılı şundak hesaplayman. Cungo Kompartiyası Uygur Müslümanları ve sallat milletlerge zor vallı kılgallığı erek yoktuş cinayet şekillendirdi. Bu noktada fikrimiz özgürmeydi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken 1. ayının 19. günü Kengeş Palatası da guahlıktan ötkende şundak ifade bildirgen idi. Antony Blinken Devlet İşler Katibi yani sabık Prezident Donald Trump'nın Cungo qaratqan qattiq meydanını qo'llaydiganligini, lekin uning ba'zi konkret tadbirlarga, uning konkret tadbirlarga qo'shilmaydiganligini bildirgan edi. O'xshashli Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Cungo Kompartiyasi Amerikaga tahdid paydo qildi deb hisobladi. Juqumluq virus meselesinde Cungo Kompartiyasi dünyani hata yolga yetakladi dedi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken yana mundaq va'da berdi. Amerikaning Tayvanga bergan va'dasi qat'iy ve uzungacha ikki partiyadan olqigan siyosatdir ve bergan va'dadir. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlar Demokratlar Partisi ve Cumhuriyetçiler Partisi'nin alqıgandımı ortak tonuşqa kelgan siyosatdir. Prezident Biden hükümeti Tayvan'dan Cungo Kompartiyasining harbiy tahdidiga qarshi mudofaalash kuchiga yordam berishni kapolatga qildi. Prezident Joe Biden hükümeti Donald Trump hükümeti devridagi Cungo'ga qaratgan qattiq siyosatni davomlashtirdi. Qaratgan siyosatni davomlashtiran yo'q degan masala qattiq diqqat qo'zg'agan edi. Aksaray'ın bayanatçısı Pisaki Hanım 1. ayının 25. günü mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungo intayin keskin rekabet devrida turibdi. Joe Biden hükümeti Cungo Kompartiyasiga o'zini strategik tutuvilish shaklida taqobil turdi. Sobiq Amerika davlatlik istihbarat bosh taftishi John Ratcliffe bu fikrni rad qilib mundaq ko'rsatdi. İstihbarat organlari Amerikaning Cungo'ning oldida o'zini tutib olishiga taklif bermaydi. Balki aktiv harakat qo'llanishiga taklif berdi. Cungo Kompartiyasi Amerikaning davlat bexatarligiga zo'r tahdid paydo qilgan partiyadir. John Ratcliffe yana mundaq ko'rsatdi. Sobiq istihbarat idorasining bosh taftishi. John Ratcliffe yana mundaq ta'kidladi. Cungo Kompartiyasiga muomala qilish masalasida tinchlantirish siyosatining chiqish yo'li yo'q. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Prezident Biden hukumatini ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Cungo Kompartiyasi dalazar Prezident Biden hükümetinin yumshoq qovurg'isini izlayotdi.
Amerika hükümetiga ta'sir ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Balki chekinish, yo'l qo'yish bilan Jungo Kompartiyasi o'zining yo'nalishini va siyosatini hargiz o'zgartmaydi. Dal shundoq bo'lg'achqa Jungo Kompartiyasini shiddat bilan cheklash kerak. Jungo Kompartiyasi bedel to'lashga elib keladigan iqtidorimizni oshkorlashimiz lozim. Yangi hukumatga taklif berib, sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo'ning so'ziga siz andin yangi hukumatga taklif berib, sobiq istixborot idorasining boshlig'i John Ratcliffe'ning yangi hukumatga taklif berib so'zlagan so'zlarining ifodasi yoqirdi. Sizlarga shuni ko'rsatdik vatandoshlar.